Nurlarda Farzand Tərbiyəsi namlı kitabının davamı. 3. Farzand tərbiyəsinin 3 xil şəkli. Farzand tərbiyəsində besilgan hər bir qədəm adətə, adət xarakterə, xarakter bolsa qismətə aylandı. Əslidin alğanda farzand tərbiyəsinin şəkilləri nəhayət köp xil buldu. Farzandga nisbətən hər bir söz hərəkətimiz, fikirlərimizdəki asarıq özgürüşlər, pozisiyamızdakı egizbəsliklər, mijoz və qabaq turishlarimiz, urishimiz yoki erkiltishimiz, tillashimiz yoki nasihat qilishimizning hammasi farzandlarga yoki undaq yoki mundaq tarbiya rolini o'ynayveradi. Biz o'zimizda ko'p hollarda bu xil ta'sirni his qilmay qolamiz. Lekin umumlashtirganda u mundaq 3 xil shaklga markazlashadi. Birinchi, ta'sir ko'rsatish tarbiyasi. Ta'sir tarbiyasi farzand tarbiyasida eng umumiy, lekin intayin nozik bo'lgan usuldan biri. Umumiy deganimiz ikki mazmunni o'z ichiga oldi. Oldi bilan farzand tug'ilib, o'zi uchrashgan, ko'zi ko'rgan, quloq anglagan barliq narsalar bolalarning tarbiyalanishiga ta'sir ko'rsatadi. Yana biri, maqsadlik elib borilgan tarbiya usullarining hammasi ta'sir ko'rsatish orqali rol o'ynaydi. Masalan, gap o'tmagan bolaga tayoqmi o'tmaydi deganda yanala ta'sir masalasi nazarda tutilgan. Nozik deganda hech qanday ota-ona o'z farzandini yomon bo'lsa-kan, yomon odatlarni yuqtirib olsa-kan demaydi. Lekin oila ta'siri va jamiyat ta'siri bolalarga o'xshash bo'lmagan taraflardan ta'sir qilib, ularda o'xshashmagan natijalarni barliqqa keltirdi. Biz bolalarni eski ish qilib qo'yganlik uchun eski til bilan tillasak, aslida u bizning yaxshi ko'nglimiz edi. Lekin umu bolalarga ikki xil ta'sir berdi. Biri ular o'zining yomon ish qilib qo'yganligini, shunga til ishtiganligini his qildi. Yana biri siz bolaga cho'shqa, qanjuq degandek eski tillar bilan adab bersangiz, ularmi boshqalarni ashundoq til bilan tillaydigan adabsiz bola bo'lib qoldi. Siz men undaqda deb o'rgatmagan deya olamsiz. Garchi siz u eski tilni bolani yaxshi bo'lsin deb ishlatishingiz mumkin. Lekin usul yaxshi bo'lmaganligi uchun yomon ta'sir paydo qildi. Amaliyotda sizning yomon til qo'llanganligingiz bolaga navbat kelsa, sen shundoq tillasang bo'ldi degandek rol o'ynaydi. Umuman ta'sir tarbiyasi nozik va murakkab jarayon. Shunga Uyg'ur xalqi qadimdan tortib ta'sir tarbiyasiga nihoyat ahamiyat berib kelgan. Turk tillar divonida mundaq bir maqol bor. Ani hiligar yubqa yapar, bolasi zirak qo'shlab olar. Ya'ni onasi hiligarlik qilib, bolani ko'p yeb olmasin deb nonni nefis yapadi ekan. Bolasi ziraklik bilan ikkini juplab ilib yeydi ekan. Ta'sirning farzand tarbiyasi bilan bo'lgan munosabat haqida qadimdan kelayotgan mundaq tajriba bor. Payg'ambarning bolasi yomonlarga qo'shilish bilan yomon bo'ldi. It yaxshilarga qo'shilganlik sababli yaxshilar qatoriga o'tdi. Ashabul Kahbining iti yaxshilarga ergashgach, inson qatoriga o'tganligi to'g'risida rivoyat xalq orasida keng tarqalgan. Seneca nasihatbozlik bilan yaxshilikka erishish uchun ulgu ko'rsatish orqali yaxshilikka erishish osonroq degan. Haqiqatan farzandlarga nisbatan qo'rqitish, urush, tillab adab berishga qaraganda ulgu ko'rsatish orqali tarbiyalash yaxshi unum berdi. Chunki bolalar ko'pincha cho'nglarning ishiga taqlid qilish orqali turmushni o'rgandi. Bu xil ta'sir kichik, oddiy ishlardan tortib, cho'ng ishlargacha o'rtaq rol o'ynaydi. Shunga ota-onalar odatdagi ish-harakat, gap-so'zlarga intayin diqqat qilishi, intayin ehtiyotkorlik bilan ish tutish kerak. Oiladagi har qanday ish, har qanday so'z bolaning ko'zidan va quloqidan qochib qutula olmaydi. Bu haqda intayin zarur bo'lgan bir qoida bor. U bo'lsa-mu ota-onalar o'z farzandining qanday bo'lishini umid qilsa, avval o'zi shundoq bo'lish kerak. Turmush amaliyoti shundoq isbotlab berdiki, siz farzandlarga ichimlik va chekimlikni tashabbus qilmasangizmi, ota haroqkash va bangi bo'lsa, kayfining ta'siriga uchramaydigan bolalar oz bo'ldi. Haroq sharob ichmaydigan oilada cho'ng bo'lgan bolalarning uni o'rganib qilish nisbati nihoyat oz bo'ldi ekan. Oilasida ko'proq urush, jidal bo'lib turadigan, bir-birini eski tillar bilan tillaydigan oilaning bolalarining ba'zilari jimg'ur, qo'rqinchoq, tushkun, ba'zilari tarsa mijoz, eg'izi yomon bo'lib qoldi ekan. Ilmiy, adab qoidalik oilada o'sgan bolalarning mijozi yaxshi, axloqli bo'ldi ekan. Cho'chqin kayfiyatga to'lgan oilaning bolalari xushchaqchaq, ko'taranki ruhliq,
jur'atlik va ochiq fikrlik bo'ldi ekan. Bu ahvollar shuni uqtirdiki, ota-onalarning angliq yoki angsiz o'tkazgan tilsiz savalliklari farzandlarning o'sib yetilishiga shunchalik aks ta'sir beradi. Ota-onalar balkim u mas'uliyatni o'zidan ko'rmas, biroq oila muhitidagi yaxshi ta'sir bilan yomon ta'sir bizning farzandlarga bergan yaxshi-yomon tarbiyamizning tilsiz ifodalanishi xolos. Ikkinchi, odatlantirish tarbiyasi. Uyg'urlarda sut bilan kirgan qo'y jon bilan chiqar degan maqol bor. Bu maqolda odat kuchining qudrati xuloslangan. Qonuniyat shuki, insonlarning kundalik turmush faoliyatlari, urf-odatlari, qoida-usullari va turli o'lchamlarning hammasi uzun mazgillik takrorlanish jarayonida odatga aylangan. Masalan, kuniga 3 vaqt tomoq yeyish bir xil odat kuch. Chet elliklarning yarim yalang'och yurisimi aybga buyurilmasligi ularning odati. Bizda bo'lsa, ayb hisoblanishi bizning odatimizga to'g'ri kelmaganligi, shunga u odat deb atalgan. Farzand tarbiyasimi cho'ng jihatdan bir millatning umumiy odatiga uyg'unlashtirishni nishon qildi. Kichik nuqtadan maqsadli holda yaxshi turmush usuliga odatlantirildi. Bolalarga o'zlashib qolgan yaxshi qo'ymi, yomon qo'ymi, yaxshi harakatmi, yomon harakatmi, adabsizlikmi, adabmi, madaniyatlikmi, pokizlikmi, qisqasi kishilik turmushda rioya qiladigan barliq qoida-usullar asosan odatlanishdan barliqqa keldi. Odatlanib qolgan ish xuddi bangilarning tamokiga odatlanib qolib tashlay olmaganga o'xshash, qimorvozlarning qimordan mehrini uzilmaganiga o'xshash bir ish. Axloqiy qo'l muhsin degan asarda odatlanishning changilidan chiqmoqning mushkulligi haqida mundaq bir hikoya misol qilingan. Loy yeyishga odatlangan podshoh. Bir shahzoda kichikida loy yemakni odat qilyapti. Cho'ng bo'lib shoh bo'lgandimi u odatini tashlay olmabdi. Hukmronlar bu ishning to'liq razillik ekanligini har qancha aytib man'iy qilgan bo'lsa-mu, foydasi bo'lmabdi. Shu kunlarda ulug'lardan biri shohni ko'rgil kepti. Podshohning chehrining to'liq zaif va xarob, qizil ruxsarining zabrandek siriq va sulg'unligini ko'rib ahvolini so'rabdi. Shoh, menga mundaq mag'rub ish odat bo'lib qopti. Uni tashlashga ilojim yo'q. Bu odatim tufayli hasrat va nadomatda qo'limni ko'ksim o'zra qo'yib turibman, debdi. Zarar qilishni bilib turib, nima uchun bu odatingizni tark qilmaysiz, deb so'rabdi hili qulluq kishi. Tark qilay deb shuncha niyat qildim, debdi podshoh. Lekin nafsimning xohishini yig'olmayapman. Durust, niyat podshohlarga xosdir. Uning niyat qilgan ishini har qanday kishi ma'ni qilib so'zlasimi, hargiz quloq solmas, debdi darvish. Podshoh bu so'zning ta'siridan to'liq g'ayratga kelib, loy yemak odatini tashlashga iroda qilibdi va uning chin irodaning barakati bilan u yomon odatning ranjidan aron qutulibdi. Bu hikoya ota-onalar uchun ibrat bo'lsinki, bolalarni kichikidan yaxshi ish, harakatga odatlantirish, ularning yomon ish harakatga odatlanib qolishidan oldin olish kerak. Gyogo mundaq degan: odamga balliqdan sindirilgan odatlar yosh daraxt g'ulga uyib yozilgan harflarga o'xshaydi. Daraxt yo'g'ingan siri daraxt g'oldagi harflarmi yo'g'inaydi va oxiri uning ajralmas qismiga aylanib qoladi. Bu haqiqatni hamma ota-onalar nihoyat yaxshi bildi. Bizning uyda bir aslan boqqan edik. Uni pokizlik odatlantirish uchun bir yashik hozirlab, nihoyat tasdiqda shuning ichiga tarat qilishni odatlantirdik. Yashik ichiga bir oz to'p to'kib qo'ydik. Aslan tarat qistig'an chog'da darhol yashik ichiga kirib, yashik ichidagi to'pini ko'lab, joy hozirlaydi. Tarat qilib bo'lib, to'pida taratini ko'midi. Men bir kuni uni sirtqa chiqishga odatlansin deb yashikni ilvatgan edim. U miyanglab uyning ichida uyan-buyan chapdi. Oxir bo'lmay yanala yashikni ilib berishga majbur bo'ldim. Balalarim shundoq. Meva-chevini yuyib yeyishga o'rgatilgan bola tomoqdan burun qo'l yuymay, mevani yumay yemaydi. Kashta putini yuyib, o'ringa kirishga odatlantirilsa, yetishdan burun put yuyishga suv raslab berishni talab qildi. Bu ishlarga odatlanmasa, zo'rliq bilan qildirish tasga tushidi. Bu farzand tarbiyasidagi umumiy bir qoida. 3. Nasihat tarbiyasi. Farzand tarbiyasidagi yuqorqi ikki xil shakl asosan bolalarning o'smirlik davrida ko'p rol o'ynaydi. Lekin Uyg'urlarning farzand tarbiyalash an'anasida nasihatning roliga bakrak ahamiyat berildi. Uyg'urlarda hayvon tuyoqdan, odam quloqdan degan maqol bor. Shuning uchunmi Uyg'ur xalqining qadimgi asarlari ichida
Məxsus didaktik xarakterini alğan əsərlər xeyli salmaqni egallaydı. Məsələn, Əhməd Yüknəgining Ədəbiyatul Haqaiq degan əsəri, Əlişir Navoiyning Ko'ngillar söygisi degan əsəri, Xonish Amannisoxonning Axloqiy Jamila degan əsəri, Muhammad Sodiq Qashqariyning Yaxshi kishilarning adabi nomliq əsəri, Abduqodir Damollamning Nasihati Amma qatorliq əsərləri avlodlarni tarbiyalash uchun yozilgan edi. Uningdan boshqa Qutat G'ublik, Hayratul Abrar, Nuruz Axun Katib Ziyoinning Muhsinul Vaizin qatorliq əsərlərdəmۇ məxsus farzand tarbiyasiga oid nasihatlik mazmunlar xilila salmoq o'rin egallagan. Qutat G'ublikda o'rin olgan nurg'un mazmunlar vositali holda avlodlarni tarbiyalashga bag'ishlanib qolmay, balki ba'zi boblarda maxsus farzandlarga nihoyat atrofliq nasihatlar qilingan. Yuqorqi asarlarga adab axloq, aql farosat, ilm fanning ulug'ligi, baxt odatning qadriga yetish, ichimlik chekimlikka berilmaslik, hayoliq bo'lish, sehiy, mard bo'lish, tejashlik bo'lish, isrofxo'r bo'lmaslik, fitna fasod va hasadxo'rlikdan saqlanish, hayotning o'smirlik va yoshlik mezgilidan yaxshi foydalanish, vatanga, xalqqa kerakli odam bo'lish, amgakni, mehnatni suyish qatorliq intayin qimmatli mazmunlar kirgizilgan. Bu Uyg'urlarning farzand tarbiyasidagi ilg'or an'analarini tushunishimizga va uni davrimiz avlodlarini tarbiyalashga namun qilishga bo'ldi. Uyg'ur xalqining og'zaki ijodiyatida yaratilgan minglagan cho'chak va masallar, maqol tamsillar va she'riy qo'shiqlarmi intayin qimmatli mazmunlarning o'rin olganligi bilan avloddan avlodga farzand tarbiyasining muhim vositasi bo'lib kelgan. Yozma adabiyotdagi namunlar bo'lsin, xalq ig'iz adabiyotidagi namunlar bo'lsin, u Uyg'ur xalqining farzand tarbiyalashidagi ilg'or tajriba saboqlarining mujassamlashtirilishi va xulosasi bo'lib hisoblandi. Nasihat tarbiyasi asosan farzandlarning til bilan ifodalangan mudda maqsadni tushunish iqtidorining o'sishiga ergishib, barbara beyitildi va cho'nqurlashtirildi. Nasihatning yana bir alohidaligi u bir mezgillik emas, balki oila tarbiyasining mangulik bo'lganiga o'xshash mangu bo'ldi. Ulgu ko'rsatib tarbiyalash bilan ta'sir ko'rsatish tarbiyasi farzandlar quromiga yetib jamiyatga aralashgandan tartib asosan rolni yo'qotadi. Nasihat tarbiyasida oldingi shart tarbiyachi nasihatni bilish kerak. Chunki nasihat orqali farzandlarni qaysi ishning to'g'ri, qaysi ishning xato, nima ish qilish yaxshi, nima ish qilish yomon, qanday ish hurmatga olib boradi, qanday ish la'natga olib boradi, qaysi ish haq, qaysi ish nohaq ekanligi to'g'risida belgilik tushunchaga va hayot tajribasiga ega qilish lozim. Undaq bo'lmaydigan to'g'ri nasihat qilishning hududisidan chiqib bo'lmaydi. Bu talab yetish uchun ota-onalar o'zini tarbiyalashga bakrak ko'ngil bo'lishi, ko'proq kitob material ko'rishi, turmushdan ibratli tajriba saboqlarni yakunlash lozim bo'ldi. Umuman ta'sir tarbiyasi bo'lsin, odatlantirish tarbiyasi bo'lsin va nasihat tarbiyasiga murojaat qilaylik. Hammasida ota-onalarning saposi, bilim qobiliyati, axloqiy jihatdagi tarbiyalanishi hal qilg'uch rol o'ynaydi. Yar Muhammad Tahir To'liqning Uyg'urlar farzand tarbiyasi nomli kitobining 1-bobining 3-qismi o'qib tugatildi. Davomi keyingi videolarımizda davomli huzuringlar bo'ldi. Ovozda Nurjamol.